Assalomu alaykum. Biz mana nimadamiz? Saudiya Arabistonida Jiddadamiz, dengiz bo'yida. Yangi qurilayotgan uylar, bular mana bu uylar. Qarang qanaqa daraxtlar. Mana qarang. Azmayman sizga men ro'molni beraman, taqasizmi? Sardor sen taqasan bersin? Nega? Вообще deyman-da, ko'chada taqib yura olasanmi? Yo'q. Ana ko'rdingizmi? Nima uchun taqmaysiz? Odamlar menga qarab kuladi deysiz. Demak, uyalasizlar. Nima uchun taqmaysiz? Bu hammaga hech kim taqmagan, men taqamanmi? O'zingizga bir cheklov qo'yapsiz. Nima uchun buni taqmaysiz? Chunki taqqanda ko'chada yurganda uya qisilib yurasiz, mana qarab, hamma yoqqa qarab, bu yoqqa qarab. Nima uchun taqmaysiz bu ro'molni? Nimasi bor? Hamma taqib yuribdi-ku. Biz o'zbeklar taqmayapti xolos. Hozir men shu bu ro'mol bahonasidan qancha arablar bilan do'stlashdim. Mana turibdi, ko'rishadi. Nima? Bu odam biron narsada, demak siz ichingizda qandaydir xayol bor. Menga mumkin emas. Men buni qilsam odamlar kuladi. Demak siz ichingizda bor gaplarni yuzdagi yeringizgami yoki xotiningizga yoki boshlig'ingizga ayta olmasdan yurasiz. Bu sekin bu nimaga olib keladi? Bu sekinlik bilan bu endokrin sistema har bir fikrga, har bir qisilishga, har bir tartinishga endokrin sistemaning gormoni ajralib chiqadi. Demak siz bunaqa odamlarda ya gipertoniya bor, ya mana boqoq bezi bor, ya sahrni diabeti bor. O'zini qisib, o'z xayollariga o'z xo'jayin bo'lmasdan odam shunaqa bo'ladi. Mana eng baxtli odam kim? Kim nima desa deyaversin. E'tiborsiz. Kim nima deb gapiradigan bo'lsa, gapiraversin, unga baribir. Kim qanday qarasa baribir. Ana shu odamlarda aqlli напряжение bo'lmaydi. Ko'ryapsan, men ko'rinib turibmanmi? Aqlli напряжение bu faqat mana shuning ustidan mana bir necha kunda men nima qilyapman? Mana hozir uyat yo'q, bemalol hamma joyda yuribman. Uyatdan qutuldim. Men hozir hech kimning oldida qisilmayman, tartinmayman. Demak, ichidagi men nima demoqchiman? Ichidagi o'z hech kim qilmagan hamma uyat degan o'zi xohlagan bironta ish qilgan odam ichida ko'p diskomfortlarni olib tashlaydi. O'z xayolini tozalaydi mana shunaqa yomon xayollardan. Mana bu odam o'z aqlidan, ruhidan ko'p yukini olib tashlaydi. Bemalollikka erishadi. Men doim Toshkentda ham mana shunaqa kiyimda kiyib yuraman, bunaqa deyotgan yo'q. Mana shu yerda men o'zimni mana bir sinab ko'rdim. Men bemalol yuribman. Mana nima ichki qandaydir ochiqlik bo'ladi. Ichingizda qandaydir mana to'siqlar, har xil baryerlarni olib tashlaysiz. Mana shunaqa hech kim qilmagan ishni qilib turish kerak. Mana shu degan gapni gapirish kerak. Mana bu bo'lmaydi degan narsani juda ham agar gunoh ish, yomon ish bo'lmasa qilish kerakda, ichidagi mana shunaqa olib tashlashga. Men juda ham bunaqa azmaz emotsiyada bo'lgan juda ham kelishtirib aytib bera olmadim. Endi menimcha tushungan odamlar uchun bu tushunarli. Bu ro'molning juda zo'r nima? Sal shabada bo'lganda o'z-o'ziga yeb qo'yish ekan. Juda zo'r ekan, juda zo'r. Mayli, omon bo'linglar.